Agar siz hali ham bel og'rig'i, grija, tizza bo'g'im muammolari, artrozdan qiynalib, dog'ri ichib yurgan bo'lsangiz, siz noto'g'ri yo'ldasiz. Ushbu video shu muammolardan dori-darmonsiz qutulish to'g'risida bo'ladi. Videomizni oxirigacha kuzating. Adhamjon aka, tizzamda doimiy qirsillash bor. Bu suyak yemirilishimi? Bu nimadan bo'lishi mumkin? Ko'pchiligimizni qiynaydigan savol. Tizzamda qirsillash bor. Endi nima bo'ladi? Suyagim yemirilib ketmayaptimi? Shuni sabablari nima ekan deb qiynalishadi. Endi bu yerda ajratib oladigan yaxshi joyi bor. Men shuni aytib o'tib ketaman. Birinchi bo'lib, qirsillashingiz agar bolalikdan bo'lsa, bu narsadan ko'p xavotir olmasam bo'ladi. Chunki tabiiy organizmni tabiiy holati, ya'ni bir xilda qirsillash bolalikdan bo'ladi. U katta bo'lganda ham zararli ta'sir ko'rsatmaydi. Endi qirsillash yo'q bo'lib, keyin paydo bo'lib u kuchayayotgan bo'lsa, bu holatda albatta tizza bo'g'imini tekshirish kerak bo'ladi. Bu artrozni birinchi alomati hisoblanadi. Endi hozir bu gapni gapirsam, darrov hamma xavotirga tushishi mumkin. Bunda hech xavotir o'rni yo'q. Tizza qirsillagan paytda birdaniga artroz chiqmasligi mumkin. Chunki hech qanaqa alomatlarsiz tizza qirsillashi ketish holatlari ham ko'p uchraydi. Endi nima qilish kerak? Tizzani qirsillashini asosiy sababi tizza bo'g'imi atrofidagi mushaklarimizni bo'shashib qolish holati. Tizzani ushlab turgan mushak bo'sh bo'lgandan keyin uni biza tizzani bukib yozgan holatimizda mushaklar tizza qopqog'i suyagini noto'g'ri tortgani uchun u joyda qirsillash alomati paydo bo'ladi. Shuning uchun bunga xavotirga tushmasdan albatta birinchi MRT qilib, agar MRTda nimadir chiqqan taqdirda ham birinchi bo'lib mushaklar bilan ishlashga to'g'ri keladi. Mushaklar holatini yaxshilasa va mashq qilsa, qirsillash albatta o'tib ketadi. Adhamjon aka, belim oyog'imga tortib og'riydi. Bu grijami yo sedalishniy nervmi? Endi belingiz agar oyog'ingizga tortib og'riyotgan bo'lsa, albatta bel qismini MRT qilish kerak bo'ladi. Chunki agar bel qismini o'zi og'risa, oyoqqa tortmasa, ko'pchiligimizda grija deb o'ylaymiz, lekin belni o'zi og'risa, bu har doim grija bo'lib chiqmaydi. 90% deb qo'rqmasdan gapirsak bo'ladi. 90% holatda pochkamiz yoki ichagimizdagi muammolar belni orqa qismiga og'riq berishi mumkin. Agar shu og'riq yonboshdan pastga qarab, oyog'imiz uchiga qarab tortadigan bo'lsa, bu yerda bel qismidagi qisilishlar yoki sedalishniy nervda bo'lgan muammolar bo'lishi mumkin. Ko'p holatda baribir beldagi qisilishlar chiqadi. Endi sedalishniy nerv o'z-o'zidan qisilib qolmaydi. Uni ushlab turadigan mushagimizda bor, ya'ni grushovidniy noksimon mushak deymiz. Noksimon mushagimiz spazm bo'lishi orqali sedalishniy nervimizda noksimon mushak va suyak o'rtasida qisilib qoladi. Yoki noksimon mushakni agar o'rtasidan o'tgan bo'lsa, noksimon mushakni qisqarishi shu sedalishniy nervimizdan qisib qo'yadi va oyog'imizga tortadigan og'riqlar berishi mumkin. Bu yerda eng avvalo shu grushovidniy, ya'ni noksimon mushakni muammosini aniqlab, uni yechish orqali bundan butkul qutulsa bo'ladi. Adhamjon aka, uzoq vaqt kompyuter oldida o'tirganimda bo'ynim qotib qolyapti. Bunga nima deysiz? Endi bu juda ham qiziq savol. Ko'p o'tirib ishlaydigan, ayniqsa mana shu programmistlarimiz, kompyuterda ish qiladigan xodimlarni uchraydigan 80% muammosi uzoq o'tirganda bo'yin qotishi. Bo'yin qotishida sirazi biza bo'yin qismini MRT qilishga shoshilamiz. Aslida bo'yindagi og'riqlarning sababi dumg'aza qismimizdan bo'lishi mumkin. Bu narsani ko'pchilik bilmaydi va tekshirtirmaydi. Dumg'aza qismimizda qanaqadir jarohat o'tkazsak, bu o'z-o'zidan eng katta nagruzka bo'yin qismiga beradi. Ya'ni bir narsani olsak, misol qilib qo'pol tushuntirsak, bitta narsani olib, uni bir tomoniga ursak, eng qattiq udar uni ikkinchi uchida bo'ladi. Umurtqa pog'onamiz ham xuddi shunday. Umurtqa pog'onamizning dum qismiga udar berilsa, uni eng katta jarohatlaydigan qismi bo'yin qismi, ya'ni boshdan pastdagi umurtqa pog'onalari hisoblanadi. Qachonki dumg'azamizdan jarohat o'tkazgan bo'lsak, 5 yil, 10 yil, buni ta'siri bizga keyinchalik bilinadi. Ya'ni uzoq o'tirib ishlaganimizda bo'yinda qotish, bo'yinda og'riqlar paydo bo'ladi. Endi nima qilish mumkin? Albatta birinchi bo'lib bo'yin mushaklarini tekshirish kerak. Va bo'yin mushaklari spazmini qaysi zonadan kelayotgani muammosini aniqlab, uni ildizini topish orqali bo'yin qotishlaridan, muammolardan to'liq qutulsak bo'ladi. Buni faqat massaj yo'li bilan emas, bu nerv qisilishlarini ochish maxsus yangi ishlab chiqarilgan metodika orqali lecheni qilish kerak bo'ladi. Adhamjon aka, uxlagan paytimda qo'limda, yelkamda qattiq og'riq bo'lyapti. Bunga nima deya olasiz? Keling, birinchi bo'lib buni hamma biladigan sababini gapiraylik. Xalqimizga tanish sabab bu bo'yin qismimizda grija yoki protruziyani borligi. Agar bo'yin qismimizda grija yoki protruziya bo'lsa, u yo o'ng qo'l bo'lsin, yo chap qo'l bo'lsin, baravariga og'riq berishi ham mumkin bo'ladi. Endi ko'pchiligimiz bilmaydigan sababi ham bor. Bo'yin qismimizni tekshirtiramiz, lekin u yerda hech qanday protruziya yoki grija chiqmaydi. Endi nimadan bo'lishi mumkin?
Bu ichki organlarimizni qo'limiz va yelkamizga beradigan og'riq hisoblanadi. Sababi ichki a'zolarimizda funksionalniy buzilish bo'lsa, ya'ni funksiyasini, ishlash faoliyatini buzilishi bizani qo'l qismimizdagi mushaklarga og'riq beradi. Har bitta a'zoyimizni o'zi bog'lanadigan mushaklari bor. Misol uchun, deylik, o'pka qismimiz yelkadagi mushak, deltovidniy mышцаga bog'lanadi. Jigarimiz, o't qopimiz ko'krak mushagiga bog'lanadi. Yuragimiz lopatka osti mushagi, podlopatniy mышцаga bog'lanadi. Yuragimiz kurak osti mushagi, ya'ni podlopatniy mышцаga bog'lanadi. Bu bilan shuni aytish mumkinki, agar og'riq o'ng qo'limizda bo'lsa, bu bizani jigar o't qopimizning faoliyatini tekshirish kerakligi to'g'risida ma'lumot bo'lishi mumkin. Agar og'riq chap qo'limizda bo'lsa, yurak, oshqozon osti bezi yoki qora talog'imizning funksional o'zgarishlarini tekshirish kerak bo'ladi. Buning uchun eng avvalo qaysi mushakda bo'shash holati bor va qaysi organ orqali kelyapti, buni mutaxassisga ko'rsatib tekshirtirish kerak bo'ladi. Endi savol tug'iladi, qaysi mutaxassisga murojaat qilaylik? Albatta, pediatr kinezologiya yo'nalishi bo'yicha mutaxassisga murojaat qilib, mushaklar holatini va u og'riq ichki organdan kelyaptimi yo'q, buni aniqlasa bo'ladi. Buni aniqlab bartaraf qilish orqali bu muammodan to'liq qutulish imkoniyati bor. Hamjon aka, namoz o'qiganimda va zinadan chiqib tushganimda ham tizzamda qattiq og'riq bor. Bu ham artrozdanmi? Qiziq savol. Kimdadir mana tekis yurganda og'riq bo'lmaydi. Bu ko'pchilikda uchraydigan holat. Yurib ketyapman, og'rig'im yo'q deydi. 1 kilometr, 2 kilometr yuraman, og'rig'im yo'q. Lekin zinadan chiqib tushsam, og'riq sezaman. Yoki deydi, namozda buklab o'tirgan holatimda og'riq sezaman deydi. Endi buni asosiy sabablardan bittasi biz o'zimizning kinezologiya pediatr yo'nalishidan kelib chiqib aytishim mumkin, to'piq qismida o'tkazilgan jarohat. Chunki inson hech qachon tizzani o'zi bilan harakatlanmaydi. Insonning tana vazni birinchi bo'lib golinostop, ya'ni oyog'imizning tag qismiga tushadi. Biz oyog'imizning tag qismini maksimalni buklab, maksimalni harakatlantirgan vaqtimizda bottiga o'tkazilgan jarohatlarimiz tizzaga ulangan mushaklarni va nervlarni qo'zg'atgani hisobidan og'riq tizzamizda seziladi. Ya'ni mushagimizning ikkita uchi bo'ladi. Bitta uchi to'piq qismiga ulansa, ikkinchi uchi tizza qismimizga ulanadi. Agar to'piq qismimizda jarohat bo'lsa ham bizani og'riq tizza qismimizga berilishi mumkin. Insonlar o'tirganda va zinadan chiqib tushganda og'riq sezadi. Tizzasini tekshirtirsa, u yerda hech qanaqa artroz va muammo aniqlanmaydi. Buni sababi boyaga aytganimizdek to'piq qismidan qachondir o'tkazgan jarohat. Ya'ni bu 5 yil oldin bo'lishi mumkin. Bu 7 yil oldin bo'lishi mumkin. Shu jarohatimizni asorati qolib ketib, u bizani tizza bo'g'imizga og'riq berib yuradi. Agar sizda xuddi shunga o'xshagan muammolar bo'lsa va qutula olmayotgan bo'lsangiz, ushbu raqamlar orqali bizga murojaat qiling. Bunga eng zamonaviy yo'l bilan dori va ukollarsiz yechim beramiz. Sog'lig'ingizga e'tiborli bo'ling. Barcha jiddiy muammolar kichkina sabablardan boshlanadi. Buni erta aniqlab davolash bundan to'liq qutulishga olib keladi. Ko'rishguncha xayr.